voy nima qildilar bu jentralar bechorani sali bo'lsa ham avaylanmang gapirib yuborishiga o'zi qolibdi-ku. Nima mashinaga almashtirib bering? Jentra sal yangirog'iga almashtirsammi debman. Bo'ldi aka, masala yo'q. Necha pul qilib beray bunga? Kraskasi ko'p aka. Buni kraskasini tekshirtirmay qo'yaveraylik aka. Tekshirtirsam hozir narx tushib ketadi. Undan shu teri deb sotavering. Ishini ham aytishingiz shart emas, o'zi bildim ishini. Necha pul? Dalaga bunga endi 6200 ga berishmagan ha. Bo'lishi mumkin aka. Lekin 6200 vaqti shikalat narx, yaxshi narx bo'lgan, bekor berishmabdi. Men unaqa narx qo'yib qo'ya olmayman. Men realni aytaman, bozorda 6200 ketishi mumkin. Lekin men 6200 ga sotsam, men keyin meni obunachilarim o'z Qoraqalpoqdan keladi, Namangandan keladi, Surxondaryodan keladi, ular kelmay qo'yadi, bozordan olaveradi. Men arzonroq qo'yaman aka. Men realni bahosini aytib qo'yay, sizni qiynamay, 5,5 ming bo'lsa olaman. Xohlasangiz yangi jentra siz, yangi jentra, yangi 12 siz, yangi 12 xohlagan modelingizni qilib beraman. Xohlasangiz qolganini naqd bering, xohlasangiz nasiya qiling. Farqi yo'q. 5,5 ming naqd beramiz.